Nima uchun Real Madrid eng zo'r komanda? Sababi ular doim eng zo'r futbolchilarni otni kallasidek narxga sotib olishadi va shunaqa taktika bilan o'ynashadiki, futbolni san'at darajasiga olib chiqishadi. Real Madrid eng kerakli vaqtda futbolchilarni jamoadan ketkazadi. Bunga misol 2018-yilda futbol qiroli Ronaldoni jamoadan chetlashtirgan. Biznesda ham xuddi shunday. Agarda siz to'g'ri xodimni to'g'ri joyga qo'ya olmasangiz, u o'z potensialini sizga ko'rsatib bera olmaydi. Yana bir jihat, ba'zida kuchsiz xodimlar o'rniga kuchli xodimlarni almashtirib ishlatish kerak bo'ladi. Xuddiki Ronaldo Realdan ketgani kabi. O'zim futbolga vobshim qiziqmayman, lekin futboldan ham strategiyasini o'rgansa bo'ladi. Biznes bilimlari sizga qiziq bo'lsa, obuna bo'ling. Sizlar yaxshi ko'raman.